Malika, sizga o'quvchilarimiz tomonidan maxsus savollar yuborilgan. Ularga keling, birin-ketin javob beramiz. Hop. Ajoyib, qayerda o'qigan ekan? Qo'shni o'quv markazida 1,5 yil Nurdin ustozi IELTS intensiv kursida o'qidim va shu natijaga erishdim. Bunga erishish uchun nimadan voz kechdingiz? Hop, ko'p narsadan voz kechdim deb aytsam bo'ladi. Masalan, o'zim odatlarim, reels ko'rish, shulardan voz kechganman. Telefondan iloji boricha qutulishga harakat qildim. Keyin o'zimning hobbilarim, masalan, oldin vaqt ajratadigan narsalarim rasm chizish bo'ladimi yoki boshqa narsa qilgan bo'lsam, kino ko'p ko'rish bo'ladi. Hammasidan voz kechganman. Atayin mana shu darsga vaqt ajrataman deb, kinolar ham ko'rmay, televizor ham bo'lmay tashlab yuborib, ba'zida uyqumdan ham voz kechardim, ba'zida chunki kam uxlagan kunlarim ko'p bo'lgan. Atayin mana shu darslarimni tugataman deb. So'zlarni eslab qolishni eng yaxshi usulini ayting. Xo'p, sizlar eslab qolishda vokabularingda bitta mavzudan tanlash kerak. Masalan, random emasda har xil mavzudan, bittasi tabiat, bittasi education haqida emas, hammasi bitta mavzuda, masalan, weather bo'lishi mumkin. Shular agar bitta mavzudan yotadigan bo'lsangiz, albatta esingizda ko'proq qolib ketadi. Va keyingisi so'zlar yo'tab yurgandan keyin exposure kerak sizga, ya'ni kitob o'qish kerak yoki kino ko'rib yurish kerak. O'sha so'zni kamida 2-3 marta yana uchratasiz va shunaqa qilgandan keyin. Mana so'zni qayta-qayta uchratgandan keyin albatta esingizda qolib ketadi. Keyingisi, qaysi ustozda o'qidingiz? Nurdin ustozi kursida o'qiganman. Eng ko'p hissa qo'shgan odam Nurdin ustozi o'zlari bo'lgan va bundan tashqari support teacherlar ham biriktirilgan. Sardor teacher va Behruz teacherlar. Yaxshi, keyingisi, dars qilish texnikangiz qanaqa? Shunda men kunlik planlar tuzib chiqardim, har kunlik va mana shu kunim tugagunicha hammasini to'ldirishga harakat qilardim. Iloji boricha 4 ta skill bo'yicha ham ishlaganman. Masalan, qaysi skillim weakroq bo'lgan bo'lsa, o'shanda ko'proq urg'u berib, ko'proq o'sha narsaga ko'proq e'tibor qaratib dars qilardim. Necha oy vaqtlari ketdi? Oy emas, yil ketgan. Bunaqa darajaga erishish menimcha oy yetarli bo'lmaydi. Masalan, beginnerda boshlaganimdan beri 3 yil vaqtim ketdi. IELTS preparationni o'zini oladigan bo'lsak, 1,5 yil ketgan. Malika, siz uchun bizda maxsus blitz savollarimiz bor. Birin-ketin o'qiyman, siz tezlik bilan javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, Tayyormisiz? tayyorman. Eng katta qo'rquvingiz? Eng katta qo'rquvim vaqtni yo'qotib qo'yish va keyinchalik afsuslanib qolish. Ko'p takrorlaydigan odatingiz? Ko'p takrorlaydigan odatim bu o'zimning fikrlarimni muntazam ravishda qog'ozga tushirib borish. Chunki bu menga xayollarimni bir joyga to'plashga, ya'ni fokusimni kuchaytirishga yordam beradi. Sevimli kitobingiz? Sevimli kitobim bu Alchemist kitobi. Undagi motivational quote'larni yaxshi ko'raman. Sevimli ustozingiz? Sevimli ustozim Nurdin ustoz, chunki ular menga juda ham ko'p hissa qo'shgan. 8,5 natijaga erishishim uchun. Malika uchun disiplina nimani anglatadi? Disiplina bu kayfiyatga qarab emas, maqsadlaringizga qarab ish qilish. O'zingizni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Intizom, intilish va mas'uliyat. Siz uchun baxt nimada? Baxt bu hayotni boricha qabul qilish. O'quv markaz yoki ustozlarni qaysi sifatini qadrlaysiz? Har bitta o'quvchiga e'tibor berish va samarali o'qitish texnikalari. Yaqin kelajakda Malikani ustoz sifatida ko'ramizmi? Hali bir qarorga kelganim yo'q, lekin bunaqa planlarim bor. Bir oy internetsiz yashay olasizmi? Bir oy internetsiz yashashda iloji bor, qiyin bo'lsa ham. O'zim yoqtirgan narsalarni, kitob o'qishni yoki o'rtoqlarim bilan vaqt o'tkazsam, menimcha o'tkaza olaman. Malika, sizdan keyin keladigan ishtirokchimizga o'zingizni maxsus savolingizni berishingiz kerak. Mening savolim, hayotingizdagi eng katta muvaffaqiyatsizlikdan qanday chiqib ketgansiz? Rahmat Malika, ko'rsatuv tugadi. Xayr, ko'rishguncha.